Bir qator yo'l harakati huquqbuzarliklari uchun ma'muriy ogohlantirish joriy qilindi. Qonun bilan yo'l harakati xavfsizligiga oid kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun yozma va elektron tarzda rasmiy ogohlantirish qo'llanadi. Bu bo'yicha 4-fevral kuni qabul qilingan tegishli qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanilishi belgilandi. Ma'muriy ogohlantirish huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan holda unga rasmiy tanbeh berishdir. Ogohlantirish yozma yoki elektron ravishda qo'llanadi. Ogohlantirish kodeksning quyidagi moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanadi. Bular 125 va 1-modda transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzganlik, 125 2-modda kamar taqmaganlik, texnik ko'rikdan o'tkazmaganlik, tegishli jihozlar bilan jihozlanmaganlik, 128 1-modda boshqarish vaqtida telefondan foydalanganlik, 128 2-modda boshqarish vaqtida monitordan foydalanganlik, 128 6-modda to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzganlik, 135 1-modda majburiy sug'urta qilish talablarini buzganlik, 138 1-modda piyodalarning yo'l harakati qoidalarini buzganlik, 138 2-modda yo'lning qatnov qismida fuqarolarning turishi, yo'llarga ajratilgan mintaqa tegrasida mol boqqanlik. Bunda shaxs o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganda, shuningdek, kodeksda nazarda tutilgan boshqa huquqbuzarliklar alomatlari bo'lmaganda, ma'muriy jazo chorasini qo'llashga vakolatli organ tomonidan qo'llaniladi.